O'zi Turkiyaga borasizmi? Mashina turibdi, mana shunday hech narsa qilmabsiz deb ko'pchilik yozibdi. Lekin hech kim yozmabdi. Nima kamchilik bo'lyapti, nima muammo bo'lyapti mashina turibdi deb. Muammosi bor edi, ozgina hal qildik. Ishlarini ham boshlab oldik. Tavsiya qilishdi bizga Profiline degan shpagilovka. Biladigan ustakalar bo'lsa, qanaqa shpagilovkasini kommentariyaga yozib qoldirsanglar, xursand bo'lardik. Qanaqa shpagilovka ishlataylik. Ko'p surkalyapti lekin shpagilovka ko'p yegan ekan. Keyin kommentariyga aka reklama ko'payib ketdi deb yozibdi. Akalar, biz asosiy dohod, asosiy bizga pul keladigan joy reklama orqali. Lekin reklama orqali deb turib, harom narsani, sizlarga yomon narsani reklama qilmayapmiz. Hammasi manfaatli. Buloshi Golden House, Buloshda qurilayotgan ko'p qavatli uylar. Shu reklama orqali 4-5 ta odam shu uylardan olgan bo'lsa ham biz xursand bo'ldik. Shu biz reklamani ko'rib borib uylar olishibdi. Bizga ham ikkisi xudo xolsa o'zim ham havas qildim. Ikkinchisi Radnoy detallar. Andijondagi eng arzon Radnoy kuzov, Radnoy detallar sotadigan do'kon. Andijonda emas, 12 ta viloyatda eng arzon. Chunki o'zimiz 12 ta viloyatga dastavka qilamiz. 12 ta viloyatda dastavkasi bor. Borib video olib qo'ya olmayapman. Shu kanalni o'tib ko'rsanglar, hamma yo'lda, hamma yangiliklarni qo'yib boradi. Kuzovdagi narxlar o'zgarib boradi. Shuning uchun o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga manfaatli bo'ladi. Uchinchisi Bulovoshdagi Uskiy Kurul, Bulovosh xalqiga xizmat qilayotgan fast food. Bularni ham 24 soat dastavkasi bor. Bemalol uyda o'tirib telefon qilsanglar ham yetkazib beramiz. To'rtinchisi o'zimizniki Bulovoshdagi bog'ning ichidagi safran ichimliklar, marojnalar, 4 xil marojna bor. Kokteyllar bemalol chiqib, oshna-og'ayni bilan oilaviy bo'lib ham o'tirib sarxillab ketib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinaga keladigan bo'lsak, mashinani 1 oyda tugatamiz. Joninglar sog' bo'lsa, mashina 3 ta 7 ta servisida Bulovoshda. Bu yerda hozir uji jamoa kengayapti. Rehtovshikka ham hozir talabimiz bor. Rehtovshik bolalar bo'lsa ham bemalol kelsanglar bo'laveradi. Xonalarimiz bor. Shunaqa keng, yorug' kelsanglar joylarimiz bor. Joninglar sog' bo'lsa, ayolparastlar mashinani Turkiyaga olib boramiz dedimi? Nasib qilgan bo'lsa, albatta olib boramiz. Hammalarga rahmat.